Moliya bilan bog'liq uzoq vaqtdan beri qat'iy turib olgan fikrlaringizdan ozod bo'lishingiz mumkin. Shu bilan birga impulsiv xarajatlarga moyilligingiz oshishi mumkin. Shuning uchun sarf-xarajatlaringizga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Moliyaviy oqim o'zgarishi mumkin va uzoq kutgan pullaringiz nihoyat qo'lingizga tegish ehtimoli bor. Hatto ikkita joydan daromad olish imkoniyati ham paydo bo'lishi mumkin. Eski sevgilingiz yana sizga qaytishi mumkin, ammo siz haqiqatan ham qadriyatlaringizni hurmat qiladigan, zarur bo'lsa fidokorlik qilishga tayyor va sizni qanday bo'lsangiz shundayligingizcha qabul qila oladigan insonlarga imkon berishingiz kerak. Tashqi ko'rinishingizni o'zgartirish yoki estetik muolajalar qilish uchun hozir qulay vaqt bo'lmasligi mumkin deb ko'rilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda bosim yoki fikrlar to'qnashuviga duch kelishingiz mumkin. Texnologiya bilan bog'liq cheklovlar yuzaga kelish ehtimoli bor. Shikoyatlar, mahsulot qaytarish va firibgarlik holatlariga nisbatan ehtiyot bo'lishingiz tavsiya etiladi. Bu davrda chalkashliklar va mish-mishlar ko'payishi mumkin. Hattoki kutilmagan holatlarda ommalashib ketishingiz ehtimoli ham bor. Atrofingizdagi odamlar sizni to'g'ri tushunmasligi mumkin. Munosabatlarda ishonchli deb bilgan narsalaringiz sinovdan o'tishi mumkin. Bilmagan narsalaringizda haddan tashqari ishonch bilan fikr bildirish o'rniga mutaxassislardan maslahat so'raganingiz ma'qul deb ko'rilmoqda. Oila ichida fikrlar farqi kuchayishi mumkin bo'lgan davrni boshdan kechirishingiz mumkin. Yaqinlaringiz bilan birga ish boshlash, qarz olish yoki berish va o'zaro ko'maklashish uchun hozir qulay vaqt bo'lmasligi mumkin. Mulk sarmoyasi kutilgan daromadni olib kelmasligi mumkin, ammo ijara, ta'mirlash, rekonstruksiya yoki mulkni topshirish kabi ishlar bilan shug'ullanishingiz mumkin. Bundan tashqari meros taqsimoti yuzaga kelish ehtimoli bor. Biroq rasmiy idoralar bilan bog'liq jarayonlar ortiqcha cho'zilishi mumkin. Ish faoliyatingizda esa eski va sodiq mijozlaringizdan yordam olishingiz, shuningdek kutilmagan mehmonlar kelishi mumkin va siz ham to'satdan joy o'zgartirishga qaror qilishingiz mumkin deb ko'rilmoqda. Eski sevgilingiz kutilmaganda yana eshigingizni taqillatishi mumkin. Tugadi deb o'ylagan munosabatingiz eng jo'shqin nuqtadan qayta boshlashi ehtimoli bor. Shu sababli har narsaga tayyor bo'lishingiz kerak, chunki o'zingizni kutilmagan sarguzashtlar ichida uchratishingiz mumkin. Ammo aql bilan harakat qilmasangiz noqulay vaziyatlarga tushib qolish ehtimolingiz bor. Bu davrda ortiqcha hashamat va qimmatbaho narsalarga qiziqishingiz ortishi mumkin. Moliyaviy sarf-xarajatlaringizga ehtiyotkorlik bilan yondashganingiz ma'qul. Farzandingiz xursand qilish istagi ortib, uni biroz erkalatib yuborishingiz ham mumkin deb ko'rilmoqda. Ish muhitida adolatsizliklar, behuda umidlar va nomutanosibliklar yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, mish-mishlar va janjallarga nisbatan ehtiyot bo'lishingiz, salomatligingiz masalasida ham o'zingizga e'tibor qaratishingiz lozim. Avval foydali bo'lgan odatingizni yoki biror mashg'ulotni qayta boshlashingiz mumkin. Ovqatlanish tartibingiz va sport rejimingiz buzilishi ehtimoli bor. Shuning uchun shakar muammolar, tez vazn ortishi va shishlar kabi holatlarga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Muhabbat hayotingizda esa eski sevgilingizdan xabar kelishi yoki davom etayotgan munosabatlarda rashk va dushmanliklar kabi muammolarga duch kelishingiz mumkin deb ko'rilmoqda. Munosabatlaringizda eski mavzular yana bir bor kun tartibingizdan o'rin egallashi mumkin. Natijada vaziyatlar butunlay izdan chiqishi yoki uzoq cho'zilmasdan barqaror holatga kelish ehtimoli bor. Uzoq vaqt ko'rishmagan insonlar bilan uchrashishingiz, hatto ish yuzasidan ham ko'rishishingiz mumkin. Hozir estetik o'zgartirishlar uchun mos davr bo'lmasligi mumkin. Yaxshilab tekshirmasdan va ishonch hosil qilmasdan notanish joylardan xizmat ko'rsatish takliflarini qabul qilmaslik tavsiya etiladi. Aks holda siz zarar ko'rishingiz mumkin. Qayta avj olgan kasallik tufayli shifokorga murojaat qilishingiz mumkin deb ko'rilmoqda. Sizni qo'rqitadigan mavzular bilan ochiqchasiga yuzlashishingiz mumkin. Hayotingizdan chiqarib yuborishingiz kerak bo'lgan narsalarga endi befarq bo'la olmaysiz. Yaxshi davom etmayotgan munosabatni yoki zararli odatni tashlash, qarzni yopish kabi yakunlanish jarayonlari hayotingizda bo'lishi mumkin. Diyeta, sport yoki meditatsiya orqali turmush tarzini o'zgartirishga harakat qilish siz uchun foydali bo'ladi. Birovga kafillik qilish yoki moliyaviy va'dalar berish uchun hozir mos vaqt emas. Firibgarlik va o'g'irlikka qarshi ehtiyotkor bo'lishingiz kerak. Aks holda yo'qotilgan narsalarni qaytarish qiyin bo'lishi mumkin deb ko'rilmoqda.
Bu davrda omad sizdan yuz o'girayotgandek tuyulishi mumkin. Kutilayotgan pul yoki huquqiy jarayonlar tezlashishi ehtimoli bor, ammo shoshilinch qarorlar bilan xavfli investitsiyalarga kirishishdan tiyilganingiz ma'qul. Uzoq vaqtdan beri davom etayotgan moliyaviy kelishmovchiliklar hal bo'lishi mumkin. Agar shoshilinch bo'lmasa, jarrohlik amaliyotlarini keyinroqqa qoldirganingiz ma'qul. Shu bilan birga terapiya olish va o'tmishdagi ruhiy jarohatlardan xalos bo'lish uchun qulay fursat bo'lishi mumkin. Avval qo'rqqan narsalaringiz endi sizga ta'sir qilmasligi, shuningdek, barchasini boshdan boshlash imkoniyati oldingizda turgan bo'lishi mumkin. Karyerangizda yangi boshlang'ichlar qilishga hali ruhan tayyor emasligingizni his qilishingiz mumkin. Kutilayotgan xabarlar kechikishi ehtimoli bor. Shartnoma imzolashda barcha tartib-qoidalarni diqqat bilan ko'rib chiqishingiz zarur. Aks holda kelajakda fikrlaringiz o'zgarishi mumkin. Hayotga bo'lgan ishonchingizni sinovdan o'tkazadigan holatlarga qarshi ruhiy kuchingizni mustahkamlashingiz mumkin. O'tgan kunlaringizni tahlil qilib, xatolaringizni takrorlamaslikka harakat qilish siz uchun foydali bo'ladi. Sayohat va dam olish rejalari uchun ham hozir unchalik qulay vaqt bo'lmasligi mumkin. Shuningdek, yo'lboshchilar, murabbiylar va chet elliklar bilan bo'lgan munosabatlarga ehtiyotkorlik bilan yondashganingiz ma'qul deb ko'rilmoqda. Yangi aloqalar o'rnatishda oldingi uslubingiz endi samarali natija bermasligini his qilishingiz mumkin. Ish hayotingizda turli marketing usullari va yangi yondashuvlar haqida o'ylash ehtimolingiz bor. Hamma bilan oshno-og'ayni bo'lishdan saqlanganingiz ma'qul. Eski munosabatlarga yana qaytishingiz mumkin, ammo agar yulduz xaritangiz alohida qo'llab-quvvatlovga ega bo'lmasa, ularning aksariyati vaqtinchalik qiziqish bo'lib qolishi ham mumkin. Sizga nisbatan rahbar yoki yuqori lavozimdagi shaxslar yetarlicha e'tibor, yordam bermayotgan va bosim o'tkazayotganini tushunishingiz mumkin. Bu davrda jamiyatning sizga yuklagan rollari siz uchun ortiqchadek tuyulish ehtimoli bor deb ko'rilmoqda. Biror narsaga haddan ortiq egalik qilish sizga katta muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun hech narsaga ortiqcha bog'lanmasligingiz kerak. Ijtimoiy muhit bilan bog'liq avval e'tiboringizdan chetda qolgan muammolar yuzaga chiqishi mumkin. Agar o'zingiz xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsangiz, ular sirligicha qolmasligi mumkin. Kasbingiz bilan bog'liq muhitingizni o'zgartirish ehtimolingiz ham bor. Moliyaviy masalalarda kelajak rejalaringizga alohida e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayonda hamma joyga va har bitta insonga ulgurishingiz qiyin bo'lishi mumkin. Shu sababli kerak bo'lganda yo'q deyishni o'rganishingiz kerak. Hech kimdan katta umid qilmang, chunki ayrim do'st deb bilgan insonlaringiz aslida sizga dushman bo'lib chiqishi mumkin deb ko'rilmoqda. Uzoq vaqt davomida qilishni rejalashtirgan, ammo har safar chekingan ishingizni bu safar qat'iylik bilan yo'lga qo'yishingiz mumkin. Rejalaringiz kutilmaganda o'zgarishi ehtimoli bor. Agar haddan tashqari o'z manfaatingizni o'ylasangiz yoki boshqalarga ortiqcha yordam berishga harakat qilsangiz, munosabatlaringiz zarar ko'rishi va hatto ajralish darajasiga ham yetib borishi mumkin. Ichingizda saqlab kelgan hissiyotlaringiz yuzaga chiqishi mumkin. Asab tizimi bilan bog'liq muammolar, tish og'rig'i, teri kasalliklari, allergiya yoki isitma kabi holatlar kuzatilishi ehtimoli bor. Hozir imijingizni o'zgartirish uchun qulay vaqt bo'lmasligi mumkin deb ko'rilmoqda. Astrologiya kelajakni bashorat qilmaydi, faqat ehtimollarni aytadi xolos. Bu bizga hayotni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Munajjimlik folbinlik emas, bu ilmiy tadqiqot. Hech kim kelajakni oldindan bila olmaydi. Astrologiya haqida yanada ko'proq ma'lumotlar uchun bizni Instagram, Facebook va Telegram sahifalarimizdan yaqindan kuzatib boring.